Assalomu alaykum. Biruni Nayman YouTube, Instagram kanali obunachilari. Yana bugungi video obzorimiz dehqonchiliklarga boshlanadi. Ajoyib, mana tabiiy mahsulot. Bugungi video obzorimiz mana tabiiy mahsulot, mana biogomsga boshlanadi. Mana bularda tayyor mahsulot yerga o'sha otizga so'ygandan qo'shilib ketaveradi. Yomg'ir chuvalchang'i deb aytiladigan mana. Chuvalchanglari bor. Ko'rinib turibmi? Mana chuvalchanglar. Mana ajoyib yomg'ir chuvalchang'i deb aytiladigan bu biogomuz. Tabiiy mahsulot. Mana shular yeb darsga aylantiradigan mana ajoyib. Endi tayyor mahsulotdan ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, ketdik. Mana xudo qalasa tayyor mahsulotga keldik. Mana biogomuzning tayyor holati mana. Urpa mana unday bo'lib turibdi, ajoyib bo'lib. Bu pomidor, bodring, gulning tiyi, qariqlarga, xullas dehqonchilikning hamma turina ketadi mana. Tayyor mahsulotlar, hech narsasi yo'q, elanib top-toza etib qo'yibdi. Buning bir klasi 1500 so'mdan sotadi. Adresga keladigan bo'lsak, Biruni ovul fuqarolar yig'ini Nayman mahallada Istixonovda joylashgan. Bizim aniq orientir 55-maktabdan ro'parasida. Eldinda. Yana da yaqinroq etib aytadigan bo'lsak, Og'abek Yo'ldosh Hofiz taxallusi bilan tanilgan yigitning uyida turibdi. Xudo qalasa, kelaverasizlar, ko'raverasizlar mana xarmon ustida. Payam qo'shib beraverasizmi? Ana payam qo'shib beradi. Ko'proq oladigan odamlara dastlabkisi da bor. 100 kilo olsa 5 kilo qo'shaysan obunachilar. Ana aksiya bo'ldi, men kelgandan keyin aksiyada yetverdi mana. Qolaversa mana bu yoqdan bir qarab bersangiz. Mana bunday metallomlar bilan ham shug'ullar bor. Og'abek bo'lsa, hozir telefon nomerlarini aytib o'tamiz. Shunga telefon qilasizlar, xudo qalasa. Metallom bo'lsa da borib, uyingizga borib olaveradi. Hozir nedada qoldiramiz buni. Video obzorning ostida. Hozir telefondan aytib beraman, xudo qalasa. Hurmatli obunachilar, biogomuz kerak bo'lsa, uyingizda yotgan temir tersak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Xudo qalasa Og'abek borib temir metallomni oladi, biogomuz tashab ketadi. Ana shunday deb shunday nelarni xizmatlarni yo'lga qo'ygan yigit bu. Telefon raqamına kelsak 95 kodi bilan 352 21 25 telefondan murojaat qilasizlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.